Men qayerdan qilyapti? Hozir menga qiluvdilar. Ha? Hozir menga telefon qiluvdilar deyman. Yo, menga bitta odam telefon qilyapti, lekin menda nomeri bor, u boshqa nomer. Xullas, shuning uchun iltimos sizlardan ming'ir-sing'ir gaplarni yig'ishtiraylik. Qonun bor, qonun chiroyli hal qilib beradi. Undan keyin ikkalasi kelishib oladi. Xolasa bir-birini kechirib yorsin, xolasa bir-biri bilan qonun bo'yicha gaplashsin. Bizning boshqa ishlarimiz bor, boshqa bir xayrli ishlarimiz bor, boshqa temalarimiz bor. Shuning uchun biz yo'limizda davom etamiz. Hali tirnaqni ichidan o'tirib olib, kiroqtar o'tiradiganlarga bemalol Alloh sizlarga kifoya qilsin. Bilganlaringni qilinglar. Ana Nozibani daftariga o'xshagan daftar, amal daftarlaring bor. Xohlagan ishlaring bilan to'ldiringlar. Baribir o'zlaring o'qib berasizlar o'sha qiyomat kuni. Shuning uchun biz mana Sherzodni ham orqasidan o'sha masalan endi Sherzod ertaga aybsiz bo'lib chiqadigan bo'lsa, osmagan bo'lib chiqadigan bo'lsa-da, osib o'ldirib qo'ymagan bo'lib chiqadigan bo'lsa, ha osib o'ldirib qo'ygan bu deganlar ertaga Sherzoddan uzr so'ray olasizlarmi sizlar? Ha Sherzod kechirmayman, umringda hamma qilgan savobingni berasan, keyin kechiraman desa nima qilasizlar? Ahmoq odam borku, birovda aybini chuqurlab yashaydi. Ahmoq odam. Aqlli odam o'zini aybini, o'zini gunohlarini ustida ishlaydi. Birovlarni muhokama qilmaydi. O'sha ahmoqligidan birovlarning aybini oqtarib yuradi. O'zing kimsan masalan? Kimsan? Shuning uchun iltimos sizlardan to'g'ri yurib, to'g'ri turaylik. Hammamiz bitta bu dunyoda o'zi kariya tugul bu dunyoda mehmonmiz. Mana bugun bitta opamiz vafot etdi. Hozir mana bitta opamizni erlari o'lib qoldi, xotini yoqib yuboringlar dedi. O'shan bilan o'zi tortishib o'tiribman o'zi. U tema bundan ham battar o'zi hozir. Men aytayapman, qanaqasiga eringiz yoqib yuborgani ruxsat beryapsiz desam, o'zini haqiqatlari bor opani ham. Shuning uchun o'zi asli odam bolasi yoqilmaydi. Odam bolasi aziz va mo'tabar qilib yaratilgan. Tushunyapsizlarmi? Hatto it ham yoqilmaydi. Inson hech qachon yoqilmaydi. Shuning uchun men o'sha odam bilan tortishib o'tirgan joyim edi. Endi meni tasavvur qilinglar. Menga nima deyolmayman-da, shu menga nima deyolmayman, shu xarakter shunaqa ekan. Shuning uchun Sherzodbek, ukajon, sabr qiling. Eng yaxshi narsalarga sabr bilan erishdik degan. Tushundingizmi uka? Sabr qilsangiz, hali ishoning, eng go'zal narsalar sabr bilan erishiladi. Hali jazava bilan kimdir narsa qilib yuboraman, bilan hech kim hech nimaga erishmaydi. Bo'ptimi uka? O'sha daftarini mana qo'liga berdik. O'zi nima qilsa qiladi, qonunga beradi. Qonun nima desa ham ikkita qo'lingni ko'tarib tan ol, bor o'sha qonun bo'yicha jazoini ol. O'zing ham xotirjam bo'lasan. Maza qilib o'lim kelsa ham maza qilib xotirjam o'lasan-da, to'g'rimi uka? Ertaga oxiratda savol javob qanaqa ekan deb o'tirmaysan-da, xotirjamsan-da. Qari sen ham chiroyli xotirjam qaraysan-da. Shu bitta manaqa ish bo'lgan deb o'tirmaysan. Xotirjam, nimasini jazoimni olib chiqdim. Adovatiga yarasha ustundan yozni chizdi qildi. Dunyoda haqqini berdim deb xotirjam o'lasan uka. Tushundingmi? Shuning uchun men ikkalayni ham tarafini olmayman. Ikkalayni ham meni jigarimsan, u ham sen ham. O'sta qonunga qo'yib qo'yaylik. Biz haligi Orolda haligi maymunlar jamoasi bo'ladi-ku, hali ibtidoiy jamoa paytida yashamayapmiz. Qonunlar bor, konstitutsiya bor, jinoyat kodeksi, bir narsa advokat, prokuror, sud bor, hal qiladigan. Oyligini olyapti, ular o'shalar o'zi biladi nima qilishdi. Biz bosh prokurorda o'rniga o'tirib olganda, kommentariyada o'tirib oladi, kimdir prokuror qoralab o'tiradi. Kimdir sudya hukm o'qib beradi kommentariyada o'tirib. Kimdir advokat himoya qiladi. Kimmiz biz? Hech kim emasmiz. Shuning uchun tushuninglar, iltimos. O'zi umr qisqa. Odam bitta nafas olgandan keyin qaytib chiqaralarmikinman deb o'ylash kerak-da. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu odamni muhokama qilmanglar. O'zimizni hayotimizda yashaylik. Mana men bugun mashinamni ustaga yana olib borolmadim. Buzuq mashinamni minib yuribman hali ham. Shuning uchun iltimos, bir-birimizni xafa qilmaylik, yaxshi ishlarda birlashaylik. Agar birlasha olmasak, jim o'tiraylik. Sherzodbek, gapingiz bormi? Men o'chiryapman. Bo'ldi aka, shu agar qonun taraflama aybimizni isbotlab nimadir qilishsa, jazoni o'tashga tayyorman. Investieren, sparen und bezahlen mit Trading 212, der All-in-One-App für Hech qayerga qochib ketganim yo'q. Adresingizni menga tashab qo'ying, men to'g'ri
boraman doim mana shu narsa isbotlansa to'g'ri borib video qilmayman. Shunday ayasiga telefon qilib birga ketamiz o'zim nimaga O'zbekistonga. Vallahi uyimda adresni ham, zavodimda adresni ham tashlab qo'yaman. Tashlab qo'ying. Men o'zim borib ayasini qo'liga sizni topshiraman. Agar mana shu ish isbotlansa. Mana men shuncha gapiryapman, yana bittasini aytdi, sizni haqorat qilib yozyapti. Haqorat qilmanglar, insonlar haqorat qilmanglar. Bu insonga haqorat qilib, bu insonga zarracha bir zarar bera olmayapsizlar. O'zlaringga bir gunoh orttiryapsizlar. Hali bitta gap bor. Bittasiga loy otma. Agar otgan loying joyiga yetib bormasa, mana qo'lingni iflos bo'lgani, balchiq bo'lgani, loy bo'lgani qoladi. O'zingga o'zing zarar qilasan degan. Shu yaxshi gapdan yozaveringlar. Shuni o'rniga mana shu bolaga, ha ukajon yoshlik qilib qo'ysan, Alloh senga insof bersin deb duo qilib qo'yinglar. Alloh seni kechirsin deb duo qilinglar. Qachongacha mana shu chiroyli bir-birimizga kommentariy yozishni ham o'rganaylik. Alloh seni kechirsin. Alloh seni va meni kechirsin. Alloh mana shu ko'rgan videolarimizdan ibrat olishlikni bizga nasib qilsin. Sherzodbekning mushkulini oson qilsin. Sherzodbek haq bo'lsa, tez kunda bir yorug' kunlarga chiqsin. U narigi qiz haq bo'lsa, tez kunda onasiga bir yaxshiliklar kelsin, onasiga sabr bersin deb turib, hali hayotni rangli tomondan, chiroyli tomondan ko'raylik. Iltimos sizlardan komment yozishda ham bunday chiroyli narsalar yozaylik. Chiroyli narsa yozsa ham bo'ladi, duo qilsa ham bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin deb duo qilaman. Mana chiroyli, qanday go'zal duo. Hamma narsa bor bu duoning ichida. Qaranglar, Alloh bu shu bolani bitta duo qilib yuboraylik, kelinglar. Sherzod qo'lingni och uka. Aytdim aka. Davay, ketdik. Biz yomonlik tarafdori emasmiz. Iloyim, mana shu Sherzodga agar aybi bo'lsa, endi 100% aybi bor. Bu begunoh bir nima emas u. Sherzod haqqiga davay ketdik. Hammamiz duo qilaylik. Shu bitta insonni sen balchiqda yotibsan, sen iplossan, sen usting ker deb hamma odam o'tib ketaveradi. Lekin yaxshi odam nima qiladi? O'sha balchiqdan olib chiqib, xonmonga olib kirib, cho'miltirib, yangi kiyimlarni olib berib jo'natib yuboradi. Shuning uchun iltimos sizlarni, mana shu Sherzodni ham agar aybi bo'lsa duo qilinglar, marhumani duo qilinglar, Sherzodni duo qilinglar. Kim xato qilmaydi? Hamma xato qiladi. Shuning uchun Sherzodni duo qilinglar. Aybi bo'lsa tez kunda isbotlanib, Nozimani ayasini gaplari to'g'ri chiqib, Nozimani haqqini ayasi olsin. Agar Sherzodda aybi bo'lsa, agar Sherzodda aybi bo'lmasa, nimadir bo'lsa, shu bolani biz to'g'ri yo'lga kirishligiga sababchi bo'lib qolaylik. Agar shunaqa bo'lsa, nabarot biz buni boshqa qilib, u qilib, bu qilgandan ko'ra to'g'ri yo'lga mayli jazosini olsin. Men unisiga ana qilmayman. 5 yil o'tiradimi, 3 yil o'tiradimi, yo Nozimani akasi kelib birmush urib yuboradimi, tepib tashlaydimi, qarindoshlari kelib urib oyoq qo'lini sindirib tashlaydimi, u ularning ishi. Lekin bizning ishimiz bizga nima? Biz nima qilib beramiz? Biz duo qilaylik. Duo. Aka Farid opa yana telefon qilyaptilar. Ko'taraveran aka. Qayerdan ko'tarib boraman opani? Instagramda shuni hamma nima? Instagrami nima? Boy qiz Zazumi deyaptilar. Nima dedingiz? Boy qiz Zazu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bormisizlar? Kecha ham chiqdim, shu menga telefon kelib qo'ymayapti-li, yo aytib qo'yganman-ku. Opa, kamerangizni o'chirib oling, bunday nabrot qilib oling, opa. Bunday qilsam-chi? Bo'laveradi. Bunday qilsangiz ham bo'lmas ekan. Nimaga? Ana, nimangizni o'zgartirib olasizmi, opa? Nimani o'zgartiraman, buni qo'yganimga 10 yildan oshdi. Kamerangizni yoqib turib, bir qorong'i joyga qo'yib qo'ying, o'zingiz ko'rinmasdan qiling. Bo'ldi, mana bunday qilamiz. Ana shunday gapiring, bo'ldi opa, bo'ldi. Shunday bo'lsa bo'laveradi. Gapiravering opa, mikrofon sizda, gapiravering. Xullas, men militsiyadan so'ragan paytimda, men birinchi o'rinda mana shu Sherzodga jazo berishini, yaxshilab tekshirishini,
qani qonunda oldida qanaqa javob berishini hamma yo'qda talashib tortishib yarim soat militsiya bilan urushgan odam men bo'laman. To'ppa to'g'ri. Endi-chi, sizlarchi anaqda yuraveringlar. Batta hech kimni ko'tini yashirgani yo'q. Bu yerda qonun, militsiyani og'zidan chiqqani bo'lyapti. Yaxshilab tekshiringlar. Menga aytayapti, kamerada deyapti, birga kuzatgani tushgan. Birga kuzatgani tushgandan keyin qizni o'zi chiqib ketgan deyapti. Men hamchi Nozida orqasidan qancha g'azablanib mashinachi kerak bo'lsa-chi nima dedim oxirgi gapimda. Bo'pti. Men buni bu bilan Sherzod bilan ko'rishmasimdan oldin, bu Avazbek bilan ko'rishmasimdan oldin polni endi biz 3 kunlab uxlamadik. Mana shu Sherzodni ham o'zi biladi, Avazbekni ham, mana Setorobani ham o'zi biladi. Men pashi 4 kun uxlamadim-da. Endi odamlarga gapirish oson bo'lib qolyapti-yu, men birinchi o'rinda men harakat qilib turib, biling deb sizlarda, xuddi sizlardaqa g'azablanib ketyapman-da. Men ham shu bolaga aytdim, birinchi militsiyaga telefon qilib aytdimki, mana shunaqa meni singlim bo'ladi desam, sizga ko'rsata olmaymiz uni dedi. Mana ishonmasang, ID kartasini orqasida meni adresim turibdi. Mana shu adresda yashagan shuncha yil.